100% hamma o'ylaydiki, oshqozonchani tekshirish uchun faqatgina shlang yutish kerak. Ba'zilar zond deydi, ba'zilar FGS deydi, ba'zilar fibra gastroduodenoskopiya deydi, kimdir rosa ko'p shishman deydi. Xo'p, mana shunaqa shlang yutishni hamma biladi. Bunda sog'lom odam uchun ham, tekshiruv uchun ham, ya'ni armiyaga yoki boshqa deymiz, standartimizda bor bu narsa. Eng orig'i ham yutishga qiynaydi odam, sog'lom odamda ham. Kasal odam, og'rib turgan odam, qiynalib turgan odam, yo qon ketayotgan odam uchun bu yanada qiyinlikni keltirib chiqaradi. Biz buni oldini olish sifatida yangi qilgan holatda oshqozon ichakni shlangsiz, oddiy UZI yordamida, oddiy emas degan tarafimiz, UZI yordamida suyuqlik ichilgan holatda tekshiruvni biz yo'lga qo'yganmiz. Bunda qanday bo'ladi? Endi agar o'zi kimlarga kerak? Masal uchun oshqozonni tekshiruvi oyligingizni qilamiz. Xo'p, oshqozonni kimlarga tekshirish tavsiya qilinadi? Masalan, surunkali qorinida og'riq bo'ladigan, doktorga ko'rinmay yurganlar uchun, ko'ngil aynishi yoki qusish holatlari bo'lib turadigan misollar uchun, masalan, ovqatlanadida bitta-bittadan shundan kechgacha qorni ochmay yuraveradi. Har qanday ovqat yesak ham, bizning oshqozonimiz eng quyuq ovqatlangan 8 soatgacha, maksimum 6 soatgacha u agar o'zidan depo xizmati bor, ozgina saqlaydi xolos, keyin o'tkazib yuboradi. Oshqozon bo'shashi kerak. Shu bo'shamaydiganlik hissini seziladigan holatlar bo'lsa, yoki ovqatlanganda yoki ovqatlanmasdan och holatda, har qanday holatda ham oshqozonda og'riq bo'lishi, ishtaha yo'qolishi, o'zini yoki yallig'lanish kasalliklariga shubha qilgan yoki umuman oshqozonda nima gap ekan degan qiziqishi bor insonlar uchun ham bemalol tavsiya qilinadi. Bu o'tida tekshirgan payt, demak, biz doktorlar biladi, oramizda doktorlar bor, mendan ko'ra ancha bilimli insonlar bor. Oshqozon o'zida gaz saqlovchi, ruschada polio organ deydi, bizda endi bo'sh organ hisoblanadi. Bu bo'sh holatda bo'lgani uchun, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 ga bo'lib aytganlar, o'shanda o'sha 3 ga bo'lganlari rost, bu eng tepa qismida o'zida gaz saqlovchi funksiyasi bor. Ana tub qismi deydi, ruschada dno, ana shu joyda normada havo bo'ladi. Bizlarda kekirayotgan bilan tugamaydi, kekirayotgan bilan oshqozonimizda havo tugab qolmaydi. Kekirish, hozir aytgandim, hech qachon o'z to'g'ridan emas, 100% oshqozondan bo'ladi. Mana shu oshqozondagi muammo tufayli odamda